Alamdor Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Mana shunaqangi go'zal joylarni bizga nasib qildi. Shu bilan birgalikda yurtboshimizga ham biz rahmat aytamiz, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababi ziyoratchilarga shunaqa sharoitlar qilib beryapti. Mana oldinlari bir umra hajga kelish uchun juda katta mashaqqatli bo'lardi. Mana hozirgi kunda uyda boqib turgan bitta sigiringizni, baquvvat katta sigiringizni sotadigan bo'lsangiz, ikkita odam kelib umrasini qilib ketyapti. To'g'rimi? O'shaning uchun bunaqa sharoitlar uchun yurtboshimizga ham alohida nima tashakkurimizni bildiramiz. Xudo xolisi bundan ham ziyoda sharoitlar qilib berishaversin. Biz mazza qilib ziyoratlarni qilaveraylik. Endi bu yerda ko'rib turganlaringiz bitta ustun turibdi o'rtada. Betondan minoraga o'xshab turibdi. Bu nima desa, bu hech narsa. Prosta minora. Chetdan turganimizda mana shu Arafat vodiysidagi Jabalur Rahmani sal biz nima qilaylik, yo'nalishni topib olaylik, shu narsa uchun qo'yilgan. Boshqa buni biron bir xislati yo'q. Buni tepaga chiqqandan keyin o'pish, quchoqlash, o'zini surish, bir narsalar bilan flomasterda yozish, bu biddiyat amallar, kerak emas amallar, shariatda yo'q amallar hisoblanadi. Endi azizlarim, bu yerni nima uchun Arafat deb ataymiz? Bu yerni Arafat deb atashligimizga sabab Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bizga ta'limini berganlarki, odam ato onamiz bilan, odam ato bobomiz bilan momo Havo onamiz shu yerda bir-birini nima qilgan ekan? Topishgan ekan. Shu bilan birgalikda Ibrohim alayhissalomga Jabroil alayhissalom haj arkonlarini o'rgatib, Arafni o'rgandingmi, bildingmi deganda Arafni bildim, o'rgandim degani uchun deb qaysi nom bilan? Arafa nomi bilan. Va shu bilan birgalikda katta haj mavsumida mo'min musulmonlar o'z gunohlariga iqror bo'lib, nima qilib shu yerda turganligi uchun ham Arafa deb nomlanadi. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham nima qilganlar? Turganlar katta haj mavsumida nima voqea hodisalar ro'y bergan desa, bu yerdagi eng siz bilan bizni esimizda qolgan voqealardan biri Moida surasini 3-oyati shu yerda nima bo'lgan? Nozil bo'lgan. Xo'p, endi bu yer haqida gapirilsa juda ko'plab ma'lumotlar bor, lekin siz bilan biz azizlarim nima qilar ekanmiz? Hammamiz o'qiganmiz, o'rganganmiz, kelishdan oldin tayyorgarliklarni ko'rganmiz. Hozirgi holatimizga esimizda saqlaydigan shuncha ma'lumot siz bizga yetarli deb o'ylaymiz. Shu kifoya qiladi deb o'ylaymiz. Alloh ziyoratlarimizni qabul qilgan bo'lsin iloyim. Amin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Endi azizlarim, bitta go'zal holatda erkaklar